Assalamu alaikum, hürmetlik studentlar. Hemimiz dikkat koyumuz. Şahsen Ali Nur hemenla ekran koşunlar. Delfina, bugünkü sizlerden yana çoğun bir yeni dersini başlayımız. Bu bosuma Uyghur tilinin teoriyası bilen tarihi degan ders. Biz onlara yaxşı ma'lum, birinci kursunu tatib biz Uyghur tilinin grammatikası bilen leksiks bosun sintaksis qatarlıq barlıq bölümlerini okup çıktık. Umumen her qandaq tilinin özgüçlük tarihi bilen teoriyası buldu ya. Tarihi degende onun kelip çıkışı, onun terakkiyat devri, onun bugünkü gündeki ahvali, hem onun tarihtin qanchalik derecede uzun tarih egaligi, qanchalik qiyinligi mesela. Şundaq işler ne tadqiq qilgan ders bo'lib hisoblanadi. Endi hammalarga yaxshi ma'lum, biz Uyg'ur tilini teoriyasi bilan tarixi degan darsda faqat Uyg'ur tiliniki tarixini bilib qo'ymay, ham har qanday tarixni uchirib beradigan narsa u tarixiy yodikorliklar, ya'ni yeziq. Mana Uyg'ur tilining yezig'i nima o'qib o'rganishga biz bel bağlaydigan bo'lamiz. Hozir biz sizlar bilan o'shada Uyg'ur tilining taraqqiyot tarixidan birozroq uchurlarni oladigan bo'lamiz. Hozir men slaydni qo'shimman. Ham qisqacha Uyg'ur tilining eng qisqartirilgan varianti desam bo'ladi. Tarixidan birozroq uchurib bergan bo'laman. Umuman bugünkü ötülgan mavzurumuz Uyghur tilinin tarihi. Halkımızın medeniyetinin hem ajralmaz bir kısmı bu hesaplangan bu elbette bizim ana tilimiz. Ana tilimizde köplegen yazma yadigarlıklar vücut kelganlikten biz şunun qarab onun tarixini bilimiz. Bizim İran'ımızda bo'lgan 5-asrga kadar 5-asrda yozilgan deb tepilgan bir cho'ng asar bor. U Xuvastonefit deb ataladi. Ya'ni uni hozirgi Uyg'ur tiliga tarjima qilgan vaqtda yoshirin tilak degan ma'no bildiradi. Mana shundan boshlab biz Uyg'ur tilining yozma tarixini shu 5-asrdan boshlab deb aytamiz. Lekin masalan Hindistonda tepilgan Mu qadimiy kontinent Mu degan kitobda James Churchill Angliyani olimi topganda shu yerda aytilgan Uyg'urning tarixi 17 ming yillik tarixga egadir. Bu agar bu haqiqiy ma'noda davomlagan bo'lsa, bizning tariximiz, ya'ni uning Uyg'urga 12 asr Uyg'ur qitildi degan so'z. Endi yana bir aytib ketgan narsa 100 asrda qitilganda, yana bir aytib ketgan narsa biz shundaq tarixiy yodikorliklarni asos qilganda Uyg'ur tilining taraqqiyot davrini 3 etapga bo'lamiz. Birinchisi qadimiy etap deb ataladi. Qadimiy etap deganimiz bu qadimiy etapning o'zi 2 etapga bo'linadi. Masalan, birinchisi eng qadimiy period, ya'ni bizning eramizdan ilgarigidan 5-asrgacha bo'lgan davrni qadimiy etap deb. Bu nimishga 5-asrgacha deb aytganda biz buni bayaq aytgan Xuvastonefit degan kitobga asoslanib, bunun aldığım yani kitaplar bo'lishi mümkün degan taxminni olg'a surgan holda bizning eramizdan ilgarigidan ham bizning eramizgacha bo'lgan 5-asrni o'z ichiga olgan eng qadimiy period deb olamiz. Ikkinchisi bo'lsa, bu 5-asrdan 13-asrgacha bo'lgan asarlarni olamiz. Bununla biz Oğuzname kitaplarını, shundaqla ulug' donolarimiz Yusuf Qasajib, Mahmud Qashqari qatorliq adiblarning kitaplarını yatqizib, masalan, Divan-ı Lug'at Türk, Qutadg'u Bilek, Atabatul Aqayiq, masalan, Ahmad Yugunakining shunun qatorliq kitaplarni, ya'ni Atabatul Aqayiq degan Aybatul Aqayiq deb ataladi. Bunun mazmuni haqiqatlar so'g'isi deb atalgan mana shu kitaplarni kirgizib bo'ldi. Bu Uyg'ur tilining taraqqiyotining dastlabki etapi, ya'ni qadimiy etapi bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi bu yerda
o'rta asrlar etapi, ya'ni o'rta asrlarning etapining o'zi ikki perioddan turdi. Birinchisi dastlabki o'rta asrlar periodi, ikkinchisi keyingi o'rta asrlar periodi deb ikkiga bo'lindi. Dastlabki o'rta asrlar periodiga 11-asrdan 14-asrgacha bo'lgan Bayqa Yusuf Pasajibdan keyingi ham ularni undan keyingi bo'lgan adiblarniki asarlari kirdi. Shu Uyg'ur tiliga oid munosabatli asarlar kirdi. Keyingisi bo'lsa, keyingi o'rta asrlar adabiyoti period asrlar period bo'lib hisoblandi. Buningga biz 15-17-asrlarni o'z ichiga oldik. Demak, biz yani etib ketadigan narsamiz bu asrlarni ikkiga bo'lishning nimasi qandaqdir baribirmi mushu ikkiga bo'lib qarashimiz o'zi taraqqiyotning belgisi bo'lib hisoblanadi. Agar mushu 11-asrdan 17-asrga qadar hech qanday taraqqiyot bo'lmasa, buni biz birla period qilib bo'lgan bo'ladi. Lekin uning taraqqiyotiga, uningki tildik taraqqiyotga munosabatlik biz mushu o'rta asrlar etapini nima ikki periodga bo'lishni to'g'ri ko'rdik. Keyingisi bo'lsa, albatta bu zamonaviy etap deb ataldi. Zamonaviy etap deb atalishning sababi bu yangi buni ikki periodga bo'ldik. Birinchisi yangi period deb ataldi. Bu albatta 17-asrdan 19-asrgacha, ya'ni Bulaq Nazimning davrigacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oldi. Keyingisi bo'lsa, hozirgi period, ya'ni 20-asrning ta bugungi kungacha, 21-asr taqvimida ta bugungi kungacha kelgan periodni hozirgi period deb Uyg'ur tilining taraqqiyotiga mana shunday 3 etapdan turgan ham shundaqla 6 perioddan turgan tarixiy strukturasini ishlab chiqdi. Endi bu kim shundaqa qo'ydi degan vaqtda akademik Abduvali Qaydarov o'ziniki "Развитие современной уйгурской литературного языка" nomli kitobida Uyg'ur tilining taraqqiyotini mana shunday 3 etapga bo'lib qaraganligini aytamiz. Endi bu so'zimizni dalil etida isbotlash uchun leksin men nimga slaydni o'chirib leksiyani qo'yib berman, shuni o'qib, ya'ni keyin tahlil qilgan bo'lamiz. Hozir men shuni qo'shib beray sizlarga. 5 minut diqqat qilamiz. Endi buni mana Anvar o'qib bergin. Mana xalqimizning madaniyatining ajralmas bir qismi bo'lgan tilimiz uzun tarixga ega. U madaniyatimizning o'xshamli xidmiy ham boy Uyg'ur tilida yozilgan yodgorlarning eng dastlabki asarga tavallud, hozirgi buningdan burun yozilgan asarlar kelak asarning ma'lum daraja shakllangan adabiy til bilan burunli Uyg'ur tilida yozma tarixlarni bo'lganlar aytilib aldirmay durust o'qi so'zlarni. Akademik A.T. Qayratov o'zining "Развитие современного уйгурского литературы языка" nomli amgining birinchi qismida Uyg'ur tilining taraqqiyot bosqichlarini tovangacha cho'ng 3 etapga bo'lib qaraydi. Qadimiy etap, bu etap 2 perioddan iborat. Eng qadimiy period bizning eramizgacha asrgacha bo'lgan vaqt. Qadimiy period bo'lsa 4-asrdan 16-asrgacha, 5-asrdan 13-asrgacha. 5-asrdan 13-asrgacha o'rta asrlar etapi. Bu etapni 2 periodga bo'lindi. Dastlabki o'rta asrlarning periodi. Aldirma, ha. Keyingisi. Keyingi o'rta asrlar periodi qancha asrlar o'z ichiga oldi? O'rta asrlar etapi 15-17 asrlar o'z ichiga oldi. Bunlar ham o'qinglar, davomlashtiring.
Zamonaviy etapma ikki periodni tarkib topadi. A. Yangi period 17 ve 19 asrlar. Hozirgi period 20 asrninki berigi vaqt. A. Qaydarov ataqli turkishunoslik Abduvali Qaydarov. Abduvali Qaydarov ataqli turkishunosliklar Radlov ve Malovlarning fikrlari asosida qadimiy Uyg'ur tili 5-13 asrlar davomida hukm surgan deb qaraydi. Uning fikricha, bu til ikki xil Nim şaraqşırıq qatı, nim su sizin çıqvatqan? Sizin Nima? çıqvatqan? Nima? Bir su yuqtatdı qaysınlarının ki o? Olsan ünlü üçünlər əminlə. Nim şaraqlar tutdum. Aha, dalmışdınız. Bu asosda qadimiy Uyg'ur tili 10 ve 11 asrlarda Qaraxoniylar davlatida ishlatilgan. Oğuz Uyg'ur asosiga ega qadimiy Uyg'ur tili mazkur asosdagi qadimiy Uyg'ur tili 13 asrga Uyg'ur idiqut davlatiga ishlatilgan. Radlov, Malov o'xshash qadimiy ham hozirgi turkiy tillarning buyuk mutaxassislari Uyg'ur tili 8-9 asrlarda adabiy til darajasiga yetgan deb qaraydi. Ma'lumki, bir til adabiy til darajasiga yetish uchun u til fonetikalik, leksikalik, morfologiyalik, sintaksik, orfografiyalik jihatlarda emas, stilistik jihatda normlashgan bo'lishi kerak. Rossiya Fanlar akademiyasining akademigi Sizin Plisovskida mı işləyətqan? Üçəsində mi? Plisovsk ma'lumani? Kimniki naqsa? Nima, может, Aha, tamamlaşdırmış. Tenişev qadimiy Uyg'ur tili ilmiy rasmiy ish badiiy diniy filosofiyalik didaktikalik she'riy salamxat o'xshash funksionallik stillari to'liq shakllangan adabiy til bo'lgan deb hisoblaydi. Turk alimi Arad bo'lsa qadimiy Uyg'ur tili hozirgi Chuvash yakut tillaridan boshqa barliq turkiy tillar uchun oila tili, manba til mohiyatiga ega deb qaraydi. Yazma yodgorliklarimiz asosida Uyg'ur tilining taraqqiyotini cho'ng 3 davrga bo'lishga bo'ldi. Qadimiy davr, ko'na davr, hozirgi davr. Qadimiy davr 5-14 asrlarni o'z ichiga oldi. Bu davrdagi adabiy tilimiz qadimiy Uyg'ur tili deb ataldi. Ko'na davr 14-19 asrlarni o'z ichiga oldi. Bu davrdagi adabiy tilimiz ko'na Uyg'ur tili deb ataldi. Hozirgi davr 20 asrdan buyangi vaqtni o'z ichiga oldi. Bu davrdagi adabiy tilimiz bo'lsa zamonaviy Uyg'ur tili deb ataldi. Hozir hammamiz mana bir qur o'qib chiqdik, bir qur o'qib chiqdik. Masalan, Aradning o'zi Uyg'ur tilini 3 davrga bo'ldik. Ya'ni qadimiy davr, ko'na davr va hozirgi davr. Qadimiy davr o 5-chi, ya'ni ko'rinami, ya'ni shu Xuvastonafitdan boshlaydi, endi. Xuvastonafit 5-chi asrdan 14-chi asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oldi. Ko'na davrini bo'lsa 14-chi asrdan 19-chi asrgacha va hozirgi zamonning 20-chi asrdan ta bugungi kunga qadarni deb ish bo'ldi. Lekin Qaydarov bilan Aradning chiqsan ayrimchiligi Qaydarov 5-chi asrning oldidami yana Uyg'ur tiliga munosabatli tarixiy yodgorliklar bo'lishi mumkin. Uning oldidami agar shu davrgacha shunday cho'ng asar yozilgansa, demak uning oldidami taraqqiyotning belgisi bor degan maqsadda bizning eramizdan ilgaridan tortib, toki bizning eramizdan 5-chi asrga qadar bo'lgan vaqtni o'z ichiga oldi deb aytgan. Shunday bir nimalar bor. Hozir yana bir kursga 5 minut vaqt bermay, hammalar bir qurni o'qib chiqsizlar buni. Mumkin institutimiz nimchanlik shuni aytib bergan bo'lamiz. Men WhatsApp usuliga aytayotgan, hozir chaqqan sizlarga 5 minut vaqt bermay, 33 minut 8-30 minut ketganda so'raydigan bo'lmaymiz. Chaqqan tayyorlik o'qib o'zimizning o'y fikrini bildiramiz. Qanday olsa kim so'zlab berdi qisqacha? Muhammad so'zligini Qaydarov qanday bo'lganki, Uyg'ur tilining taraqqiyot bosqichining tarixini. Muhammad Nazigul so'zlanga. Golsun qo'shing.
Eng birinchi bu yerda Uyg'ur tilini o'zining kitobida yozgan Qaydarov Uyg'ur tilini 3 davrga bo'lgan. İkincisi o'rta asrlar davri periodi, üçüncüsü hozirgi yangi davr. Biroq buni 3 davrga bo'lib qo'ymaylar. U 3 davrni yana 2 davrdan yoki 6 davrlarga bo'lgan. Bu 2ga bölündü. En birinci, en qadimiy period. Bu 5-ci əsr, bu bizning eramızning 5-ci əsrgacha bo'lgan öz ichiga oldi. O'zining 5-ci əsrgacha bo'lgan periodni olganning sababi bu yerda Huanafit degan kitobda bu yerda Uyg'ur tilida yozilganlikdan Uyg'ur tilida yozilganlikdan bu bir cho'ng asar kitob bo'lganlikdan uning oldidami bir kitoblar bo'lganligiga shunlashqa u shu 5-ci əsrdən burunmu kitoblar yozilgan deb sanagan. Endi qadimiy periodda 5-ci əsrdən 13-ci əsrni deb hesablaydi. İkinci etap o o'rta asrlar etabi, buni 3ga bo'lgan. Birinchisi bu dastlabki o'rta asrlar periodi 11 va 14 asrlarni o'z ichiga oldi. Keyingi o'rta asrlar periodi 15 va 17 asrlarni o'z ichiga oldi. Endi yangi hozirgi periodga eng birinchi yangi period bu 17 asrdan 19 asrgacha Bolnazirning vaqtigacha bo'lgan periodni hisoblaydi. Hozirgi periodga bizning 20 asrdan bo'lgan vaqtlarni shunga kirdi. Ya, 20 asrdan hozirgi vaqtgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oldi. Yaxshi. Unda bo'lsa bayaqı topshiriq bo'yicha uy topshiriqni o'rinlaymiz. Hammamiz bugun faqat leksiya darsida, andiki darsda shuni to'liq hammamiz so'zlab kelamiz, hammamiz faqrab o'tolmaymiz. Keng darajada so'zlab o'zimizning o'y fikrlarini qo'shib kelamiz. Tushunishmi? Bugungi o'tilgan darsimiz mana shunday Arab bilan Qaydarovning 2 davrini bugundan bo'lamiz. Mana bu leksiyaning yangi daftarga yozilsin. Yangi daftar, yangi daftar, yangi dars, yangi daftar yozib. Ma'qul salomat bo'linglar. Xo'sh. 9:30da, ya 11da, ya'ni men dars 9:30ga tayyorlik qilamiz darsga. Tushunishmi? 11da mening darsim yana boshimda. Ma'qul.